Sizlar ahvoli zo'ri. Minus 407 ming qarzga tiqib yuborgan, o'zidan o'zi davlatga nalog to'lab yuborgan. Yandex ahvoli, Yandexga ishonib shu yerda pullarni saqlaysizlar, nimadirlar qilasizlar, mana oladi-da, sizlarni shu yerdan sizlar ruxsatinglarsiz pul yechib oladi. Nima bu ahvol? Yandex Pro nima agregatiga ham ishonch qolmabdi-da, o'zidan o'zi olib sizlarni qarzga tiqib yuboradi, xohlagan ishini qilaveradigan qilib. Mana ishlab turgan joylarda o'zidan o'zi mana shu ahvolga tiqib qo'ydi. Minus 407 ming. Nima deb o'ylaysizlar? Bu adolatdanmi, adolatdan emasmi? Ertalabdan kechgacha shuncha qiynalib ishlaysizlar-da, endi davlatga nalog ham to'laysizlar. O'zi undan tashqari mana zakazga kiriladigan bo'lsa, har bitta zakazdan keyin mana ichiga kirganinglarda sodda qilib tushuntirib beraman. 31 ming so'mga to'lov bo'ladigan bo'lsa, 5 ming so'm Yandex o'zini anaqasi, foizi, mamisi komissiya park foizi, avtoplatej degani bunisi davlatga nalog to'lanishi o'sha. Udержание налога с оборота deb qo'yibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Bundan tashqari har bitta zakazdan nalog pul yechib olishyapti-da 4%. Undan tashqari yana sizlarga oy bitta yengillanganda mana yana bitta sizlarga mana 464 ming so'm pul yechyapti, отдельно yana. Nima bu ahvol? Soliq qo'mitasiga qanaqadir savol javob qilish kerak. Yo Yandexga ishonib sizlar topshirasizlar, oladi, sizlar nomingizdan pulni ham berib yuboradi. Bu adolatdanmi, adolatdan emasmi? Nima o'ylaysizlar? Qani bir fikrlarni bildiringlar kommentariyada.